oyijon, men ovqat qilishni bilmayman-de, o'zingiz o'rgating. O'zingiz bilasizmi, men qizlarga nimalarni o'rgatish kerakligini aytardim. Pishir, kuydir, osh-ovqat, uying tozalashi, hamma narsani to'g'ri o'rgatish kerak. Farosat birinchi o'rinda. Lekin yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Muomala madaniyati. Qaynanalar bilanchi, ana ish qilib, qora jamoakorni kiyib, 3 mahal ovqat, 4 mahal ovqat qilib, uylarni ubirkalar qilib, voy shunaqa ish qilganlardan ko'ra, oyijon, men ovqat qilishni bilmayman-de, o'zingiz o'rgating, o'zingizni qo'l ostingizda deganlarni yuzaga chiqib ketdi-de. Muomala madaniyat ayollarga ham hammaga shirin muomala kerak-da. Qoch degandan ko'ra, iltimos, sal chetroq o'tib turing degan boshqacha. O'shaning uchun men qizlarga aytaman, birinchi o'chirib ularni suhbatlashish madaniyati, qo'ynini olish, o'zini avvalambor shuni maza qilib qilish darajasigacha o'rgatish kerak-da. Ana, voy qilishim kerak, yaxshi gapirishim kerak-da deb zo'rlab emas. Addushi, oyijon, tushungan holatda. Bugun ovqatni qila olmayman, bugun charchab qoldim. O'zingiz qo'lingizdan ovqat yegim kelyapti, deyish boshqa. Men ovqat bugun qilgim kelmayapti deyishdan ko'ra. O'shaning uchun kelinlarga muomalani o'rgatish kerak. Hammaga umuman muomala kerak.